Ana obunachilar Matiz arzon keli 2017-yilda ishlab chiqarilgan akalar Mixi 4 ta yumshoq balon akalar. Kraskasi top-toza deyapti egalari dehqonlardan. 4 ta yumshoq balon, holatchasi zo'r. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin texnik pasportini. Maloshni rangdagi Matizimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi juda ham arzon akalar. Hozir mana salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bir tomchi ham kraska yo'q deyapti akamiz. Oyna ko'tarishlari knopkada akalar, hammasi ishlaydi. Mashina tiniq akalar, yangiday turibdi. Mashina yurgani 90 ming yurgan. Holatchasi zo'r. Mashinamiz hozir motorlarini ochib ko'rsatamiz. Holati zo'r ekan. Lux kondensatli akalar, holati zo'r, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqa aybi, hech qanaqa nosi yo'q ekan. Shu joyda ozgina vakuum joyi bor ekan, lekin kraska tegmagan. Bemalol kelib usta bilan tekshirib olishlaringiz mumkin. Holati zo'r. Hozir mana oldilarini ko'rsatib o'tamiz. Mana oldilari yaqinda akkumulyator qo'ydim deyapti. Konditsioner ham ishlaydi mana. Bitta kalichada yuradi. Motori zo'r, yog' yemaydi. Mashinamiz benzinda, hali gaz qo'yilmagan. Egalari 3800 qo'yib bering degani uchun 3800 qo'yib beryapmiz. Yana ham kami bor, savdosi bor. 3800 yana ham kami bor. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Mixi. Boshqa joyda akalar kraskasi borlar, 3,5 mingga sotilyapti. Buni kraskasi yo'q akalar, kelishadigan joylari bor. 3800 faqat naqdga deyapti egasi. Cobalt olgan ekan, qarz bo'lib qolgani uchun majburlikdan sotyapti ekan. Promet dehqonlardan akalar. Manzilimiz Samarqand Pazarg'on Ilm mahallasi akalar. Shoshilib qolamiz. Bunaqa arzon narxda Matizlarimiz topa olmaysizlar akalar. Menimcha даже Toshkentda ham yo'q bunaqa arzon mashinalarimiz. 3800 yana ham kami bor. Kelishtirib beramiz. Yana ham naqd pul sanasalaringiz yana ham kelishadigan joylari bor. Shoshilib qolamiz, ulgurib qolamiz. Bunaqa arzon mashina akalar hech qayerda yo'q. Pastga telefon nomerlari, egalar nomerini yozib o'tamiz. Telefonga bemalol batafsil ma'lumot so'rab telefon qilib kelaverasizlar.